O, klient. Odamlar ishonmaydi telefonda gaplashsa bo'ladi. Mana eshitinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Labbay aka. Qoraqalpog'istonga dastavka bormi? Hali 950 ming planshet borku. Bor, Qoraqalpog'istonga dastavkamiz bor. 950 minglik plansheti 900 mingligidan kelgan. Nima farqi bor o'zi? Bitta naushniksida bor. Unisiga AirPods chiqardim, unisidan simli naushnik chiqyapti. Nechta kerak aka Qoraqalpog'istonga? Bo'ldi aka, anig'i? Aniq, Yes. Yo'q aka, Qoraqalpog'istonga ham bizda dastavka bormi? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka. Odamlar ishonmaydi, mana shunaqa qilib ko'rsatib bermasa, farqini aytib o'tamiz o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. O'rtoqlar, ko'rib turganinglardek 17 Pro Max planshetimizdan endi 900 ming so'mdan qilib qo'ydi. 950 ming so'mlik bilan nima farqi bor desanglar, unisidan AirPods chiqardi, Bluetoothdan o'ynagan, bunisidan simli naushnik chiqyapti. O'shani hisobiga 900 ming so'm qilib qo'ydi. Qolgan hamma komplektlari bir xil. Chexoli, zaryadka, klaviatura, mishka, zashning oynalari, planshetni o'zi ham hammasi bir xil. Android 15 ta ishlaydi. SIM kartalarni bemalol o'qiydi. Emaillar registratsiya qilib qo'yilgan, muammo bo'lmaydi. Gaplashib ko'rsatib berdi. Kamerasini o'zingizlar bitta ko'rishingiz mumkin. Shunaqa foto, videolarga oladi. Qolgan xarakteristikalarni bemalol mana skrinshot qilib tanishib chiqsanglar bo'ladi. O'sha planshet bilan hamma parametrlari bir xil bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, o'sha 900 ming so'mdan qilib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab va shahar ichida dastavkalarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qilavering.